O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 26, 27, 28 may kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 26-27 may kuni ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 26 may kuni 27-32 daraja, 27-28 may kuni 25-30 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 26 va 28 may kuni 15-20 daraja. 26-27 may kuni 12-17 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.